Assalomu alaykum do'stlar, qandaysizlar? Yaxshilarmi? Den sog'lig'ingiz yaxshimi? Hozir bittasi menga chiqibdir. Shpagalov nimani hali moldinlarni yopishtiradi, moldin duolga ramka qilib gipsdan. O'shalar tushib ketibdir deb. Do'stlar, u suvuqdan tushib ketadi. Remont qilgan paytda usta issiq qilib ish qiladi. Issiq suvuqdan tushadi do'stlar. Ikkiligini magazinda turganda surug o'tib qoladi. Shuning uchun pechkani oldiga qo'yib turib qilsanglar yaxshi bo'ladi deyimda. Keyin remont qilgandan keyin kraskalar maqa ko'chib chiqib beritadi duoldan deb yozibdir. Nimadan deb? U sho'rdan do'stlar. Birinchi tushgan paytda ob'ekt sho'r yuvorgan bilan yuvish kerak. Yuvg'ilab. Birinchi o'chiritda shu. Hamma yo'q butgundan keyin hazanga kalitni bergandan keyin 2 kundan keyin sho'r tepadi. Sho'r namlik borgandan keyin sho'r ko'payishni boshlaydi. O'shuning uchun sho'r yuvorgan bilan yuvg'iladi do'stlar. O'ta katta bo'lsa o'sha yerni ko'chirib tashlab, ponni boshqatdan shuvab turib, keyin qilg'iladi do'stlar. Masalan, uyda burchaklari ko'proq bo'ladi, o TV taraflari bo'ladi. Derazaning tagi ko'p sho'r bo'ladi. O'sha yerlarni ko'chirib berargilar. Ozgina mehnatdan qochpag'ila do'stlar. Uydagicha ham osonlikcha pul topib aytadi. O'shalarni iloji boricha ko'chirib bergilar. Foydasi yo'q uni. Shpagilovga yopib ketadi. Yo'q, bekor so'z u. Nam borgandan keyin sizlar qilgan paytda birpasda qurib qoladi. Nima qilgan shpagilovkanglar. Nam yetib borib qurib qoladi. O'sha paytda chiqmaydi. Kraskani berasizlar, kraskani ili aboyni kilegini bergandan keyin, aboy yopib qo'ygandan keyin namlik paydo bo'ladi. O'shunda sho'r tepishni boshlaydi maqa tashqariga. Aboyni sirtlari ham ola-bula sho'r bo'lib ketadi. Ozgina pul bilan bitadigan narsa emas u. Ko'chirish kerak, aboy olish kerak. Tuda-suda uydagisiga minus bo'lib qoladi. Shuning uchun ilojini boricha sho'rni yuvg'iladi do'stlar. Yuvg'ila iloji boricha katta sho'r bo'ladigan bo'lsa ko'chirib tashlaydi. Kattami kichikmi, o'sha yerda shunday qilib tumaloq qilib ko'chirib, tozalab, yuvib, keyin shuvab qo'ysanglar, sizlardan hech qancha mehnat ketmaydi. Do'stlar, iloji boricha sho'rni yuvg'ila do'stlar. Usta ketgandan keyin uydagisi bo'lik usta chaqiradigan bo'lsa, o'zingizni chaqirsa ham oshiqcha mehnat bo'ladi uydagisiga. Lishni расход qilib уже kelib bo'lgan. Ko'p ustalarni ko'rdim. Qanchaga bitadi desa, 500 ming ketadigan yerga 300 ming bilan bitadi deb kirib oladi do'stlar. Unday qilib do'stlar. Uydagisini ham kreditga tiqpasdan. Bo'ladigan senasini aytgilar. Raznica qilsin, 10 ming, 15 ming raznica qilsin mayli. Adashishi mumkin. Yashirib kirib olish kunli emas-da do'stlar. Uydagilariga lishni расход bo'lsin. O'zi расчет oladi. Sizlar 300 ming ketadigan yerga 100 ming bilan bitadi desanglar, 100 ming bilan bitsa, usta haqiga 100 ming, bunga 100 ming deb turib, men расчетini olaman deb turib, расчетini olib ustani sog'oladi. Keyin usta sog'olgandan keyin materialga 500 ming ketadigan bo'lsa, mayada sizlar 100 mingga расход degansizlar, 400 ming kreditga kirib qoladi. Uydagilarni ham kreditga tiqpag'ila. Keyin hozirgi paytda qilsa bo'laveradi do'stlar. Uyning ichida chelakda suvni olib kirsanglar, muzda bo'lsa qilsa bo'laveradi. Muzda bo'lsa. Endi muzda uyda ustalar ham ishlayversa kerak, o'zlarining pushkasi bo'ladi, ili parovoyni yoqib oladi, ili pechka yoqib oladi. O'shunday qilib ish qiladi do'stlar. Bizdan suvuq Rossiyalar ham ishlaydi do'stlar. Rossiyalarda ham ish bo'ladi. Qishin yozin to'xtamaydi ish. Uyning ichida chelakda suvni shunday olib kirib qo'ysanglar, ertamanga doğru muzda varlı shu komnatda ish qilsa bo'laveradi. O'zlari yotib yurgan komnatda, o'zlari yotadigan komnatda nima qilib suv qo'ysa kerak menimcha ustalar. Ishni men kiradigan bo'lsam, pushkan bor. Pushkani yoqam, bir kun yaxshi yoqib, o'sha kuninglar boshlayman. Sho'rlarni yuvaman, burchaklarni turlayman, polda urinni qarayman, patologni boshlayman, muzda degan narsalarni boshlayman. Birinchi o'chiritda. Elektrikani o'yib tushirib, qayerga sim o'tadi, qayerga razvedka o'tadi, o'shalarni qilib olaman birinchi. Komnat unga doğru duvarlar ham isib oladi.
Keyin ishni boshlayman. Birinchi o'chiribdi ustalar kirib turib burchaklarni turlag'an, burchaklarni har bir burchagini manday burchaklar turlab olg'lar. Keyin o lustra qo'yadigan yerga manaqa yog'och qo'yib ketgilar. 40 ga 40 yog'ochni qatirib turib, keyin gipsokardonni bosib ketgilar do'stlar. Bo'g'sin bo'g'i qoladi. Gipsokardon qatirib olsanglar, keyin lustra qatirish ham juda qiyin bo'lib qoladi do'stlar. O'zingizga ham qiyin bo'lib qoladi. Sho'rni обязательно yuvinglar do'stlar. Sho'rni yuvib olsanglar, ishinglar bir pul bo'ladi. Keyin sizlar chiqib ketgandan keyin uydagisiga minus bo'ladi do'stlar. Mayli kanalimizga kirsanglar, podpisatsiya bo'lib qo'yinglar. Boshidagi nomerlar WhatsApp ishlaydi do'stlar. WhatsAppga baylanishga chiqaverasizlar. Klassika qilamiz. Biz qanday remont qilasin deb so'raydi. Nima ish qilasin deb biz yozib ham qo'yganmiz do'stlar. Pol, patolog, aboy, parovoy, elektrik, hazanga kulich beramiz. Pol klassika, high-tech, любой stilini chiqaramiz. Sizlar prosta monos chiqarib berginglar desanglar, o'shani chiqarib beramiz. Keyin o dizaynskiy ish bo'ladigan bo'lsa, dizaynskiylar qimmat bo'ladi do'stlar. Dizaynskiylar haligi ancha-munchasi qila olmaydi. Menga aqcha kerak degan, eshikdan kirib kelgan deylar, usta qilib solaverginglar. Расход qilishdasizlar. Eshikdan qassob kirib keladi, doktor kirib keladi, militsiyasi kirib keladi, "Ha, usta ekan" deb turib solaverginglar do'stlar. Keyin itmishiq bo'linglar. Mayli tinch bo'linglar do'stlar. Kanalimizga kirsanglar, qattalib qo'yinglar. Sizlardan bizga podдержка, skidka qilib beramiz. Mo podpischilaringizga. Dalni momentda qilsa bo'ladi deganlarga, so'rovga qilsa bo'ladi do'stlar. Uyda ichida suv muz bo'lsa qilsa bo'laveradi do'stlar. Mayli tinch bo'linglar.